Bilim bog'i bog'bonlari, ustozlar, ustozlar. Unutilmaydi nomlari, ustozlar, ustozlar. Ota-onamdek mehribon ustozlar, ustozlar. Bizlar uchun ulug' inson ustozlar, ustozlar. Ustoz murabbiy, sizlarga ta'zim, bizga berasiz tarbiya ta'lim. Nurlidir yuzlar, chiroyli ko'zlar, samimiy so'zlar, aziz ustozlar, mehribon sizlar, aziz ustozlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bibi Soraxon sizmisiz? Ha, menman. Bugungi ustozlar va murabbiylar kuni bilan sizni tabriklaymiz. Voy, rahmat. Men Telegram tarmoqlarida Radio FM suxandoni Zarifa Sulton bo'laman. Bizga sirli maktub kelgan. Kim tomonidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Bunaqa kreativ element opog'imdan chiqqan bo'lsa kerak. Albatta. Bugungi bayramga dil izhorini biz orqali yo'llaganlar. Rahmat, rahmat. O'qib bersangiz. Albatta. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin. Tilaklarim faqat va faqat siz uchundir. Hayotingiz davomida sizga Qur'on tilovati, duo ijobati, til salovati, iymon halovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati va tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Bizning baxtimizga Rahmat. ota-onangizni baxtiga eng kerakli va sevimli inson bo'lib yurishlik sizga ham nasib etsin. Oz bo'lsa-da yurakdan chiqqan dil izhorim va qutlovimni qabul qilgaysiz. Sizni juda yaxshi ko'raman, deya opoqingiz Hojota va buvingiz Hojona tabriklaydilar. Rahmat. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yana dil izhorlarini sirli tarzda yo'llaganlar. O'qib bersam maylimi? Albatta. Ustozlar shunchaki o'tkinchi zotmas. Ojiz tomoningiz ochgan insondir. Qilmog'i kerakdir har inson havas. Ustoz bo'lmoq mushkul emasdir oson. Ko'r inson bilmayin jarga ketayotsa, savobga erishar to'xtatgan inson. Shogirdi har ishda adashayotsa, uni ustoz o'nglar dildan o'sha on. Ustoz shogirdiga mehrin beradi, uni farzandiday sevar begumon. Shogirdin ayblarin dilin tiladi, uni to'xtatishga urinar har on. Ustoz qo'li tegsa agarda urib, o'sha joy do'zaxda yonmaydi derlar. Ustoz urar axir jonin kuydirib, shogird kelajagin g'amini yerlar, deya tugatganlar. Sizning ham opoqingizga, buvijoningizga dil izhoringiz bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin. Dil izhorlarim ko'p, lekin ularda hammasini ham tilim bilan izhor qilolmayman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Biz vaqtimizga doim sog' bo'lishsin. Mana shunaqa boshimizda duolarimiz bo'lib tursin. Dodlarga shukur. Rozi bo'lsin ulardan. Ilohim aytganingiz kelsin, duolaringiz ijobat bo'lsin. Sizlarning baxtlaringizga buvijon va opoqijoningiz doimo sog' bo'lsinlar, yuzga kirsinlar. Aytganingiz kelsin. Sizga sovg'a sifatida qaysi qo'shiqni yo'llashimizni xohlaysiz? Albatta. Yoqtirgan qo'shig'ingizni tanlash imkoniyati bor. Dadajonim qo'shig'ini. Malika Ravshanovaniki bor. Oladi. Malika Ravshanovaniki. Xo'p, bo'ladi. Kun davomida qabul qilib olasiz. Yana bir bora bayramingiz muborak bo'lsin. Yaqinlar davrasida xush kayfiyatda o'tkazing. Siz men uchun eng yaxshi inson,
kun aytaman dada, borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim, siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.